Ramazon oyi ko'p yaxshiliklar qilib, ajr savob ishlab olishga katta bir fursat bo'lganidek, inson o'zini o'zi isloh qilib, yomon odatlarni tashlashligi uchun ham Ramazon oyi katta bir fursat. Shuning uchun ham har kuni bir farishta odamlarni yaxshilikka chaqiradi va yomonlikdan qaytarib nido qilib turadi. Imom Ahmad va Imom Termiziy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Ramazonning birinchi kechasi kirganida jannat eshiklari ochiladi va do'zax eshiklari yopiladi va shaytonlar kishanlanadi. Bir farishta nido qilib deydi: Ya bag'iyal khayri aqbil, ey yaxshilikni xohlovchi inson, shoshilgin. Ya bag'iyal sharri aqsir, ey yomonlikni xohlovchi inson, to'xtagin, yomonliklardan tiyilgin. Bu farishta Ramazon tugagunicha shunday nido qilib turadi. Alloh taolo barchalarimizni yaxshiliklarga shoshilishni nasib qilsin. Agar odatlangan yomonliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, butunlay tark qilishga Alloh taolo barchamizni muvaffaq qilsin. Allohumma amin.